Bu debdi. Jaloliddin Grijonismi? Yo'q. Sotib olaman debdi. Yaxshi unda. Ketdim. Xo'p, yaxshi rahmat. Charchamang. Omad. Fi amanilloh. Sizgayam Allohga omonatsiz. Ishdan qachon chiqasan? 5:30-6:00da. Grammarly. Мальчик. Uyga tashlab bering mashinadan chiqqanda. Man mashinani chataman keyin mashinani qo'yib ketamanmi? Aslan o'zi. Mashina turaveradi. Okay. Siz Urganchdamisiz yo? Olmasiz yo'qmi? Havo debdi. Olmasiz yo'qmi? Yetti yuz. Mashinani o'zim tashlab beraman. Bo'ladimi? Yo'q. O'zim ketaman. Xudoga shukr ekan, meni hech kimlar ham muhtoj etmay qo'yibdi. Shopir kerakmi? Sanga mut shopir? Yo'q. O'zim mashina haydasam haydataman. Eksklyuzivlardan qolgandan sizda boshqa narsa yo'qdan. Yana inchik gaplar bo'ladi, hayotdan chiqib turibdi. Ha, qizlarni o'rash uchunmi? Inchik gap ishlatsangiz ham o'rab bilmaysiz. Rost gapni tan olish kerak ilig'a. Eksklyuzivdan boshqa narsangiz qolmagandidan deb turibman. Rahmat shu uchun ham. O'rash uchun emas, tanishish uchun. Tanishish degan o'rash degan emasmi? Og'asi. Farishtaman sizni o'zimni singlim deb
Bilaman singlim. Rahmat, yaxshi. Ha, rahmat kerakmidi? Yo'q, orasida katta farq bor. Qani, tushuntirib bering qani ikkisini orasidagi farqni. Katta farqni tushuntiring lekin. Har vaqtdan bir yozganingizda bir cho'p, ikki cho'p tashlab turing aslana. Azonda nov yeding, blinchik. Yong'a yedim hali. Fransiz. Qaliysiz, yaxshimi? Yaxshi yurmisiz? Yaxshi, rahmat. Ota-onam mani baxtimga sog' bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Och yurma lekin. Yaxshi. Masalan, urush degan ovqatlanmoqqa ketadigan, tanishish degan uyingga, tanishish degan uyingga. Ha, demak shunda ikkisini orasida moddiyat bormi? Dilshod aylik hamma etsang. Ana, yandi. Ko'nglimga chiroq yoqqandek bo'ldi. Tashlab berish, uyingga tashlab berish. Ha, tanishish degan uyingga tashlab berish. Tez kunda tashiyman podarka, kutaman. Rahmat. 40 kilometr farq bor. Menga yana yondi. Qadamlaringizda hasanot, Dilshod. Oyoq izingiz yarashdi, xush kelibsiz. Alaykum. Oy taradingizda yana bir 10 marta salom berganda. Endi boqlang, siz xafa bo'lib ketasiz-ku sizdan o'zingiz. Endi men ham sizdan xafa bo'lishni o'rganib oldim. Bir bahonalar topib. Shunda gaplashamiz o'xshaydi siz bilan. Nav yondi, svetoforni qizil svet yondimi? Ko'rinib turibdi-ku aslana. Sal to'g'ri gaplamadingizmi mabodo? Hurmatingizni bilib gaplang iltimos. Красивый образ. Спасибо. Dilshod.